Bugungi kunda respublikamizga tahdid soluvchi turli xil qurol-yarog', o'q-dori, portlovchi moddalar, giyohvandlik vositalari va shu kabi taqiqlangan tovarlarning respublika hududiga olib kirilishining oldini olishda xizmat itlarining hissasi katta. Shuning uchun bo'lsa kerak, mamlakatimiz yoshlarining kinologiya sohasiga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda. Navbatdagi lavhada mavzu davom ettiriladi. Bugungi kunda mamlakatimizga tahdid soluvchi turli xil qurol-yarog', o'q-dori, portlovchi moddalar, giyohvandlik vositalari va shu kabi taqiqlangan tovarlarning respublika hududiga olib kirilishini oldini olishda xizmat itlarining o'rni shubhasiz beqiyosdir. Shu sababdan mamlakatimiz yoshlari tomonidan kinologiya sohasiga qiziqishi tobora oshib bormoqda. Joriy yilning 22-noyabr kuni Bojxona qo'mitasi Milliy kinologiya markazida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Tadbirga Toshkent shahar Chilonzor tumanida joylashgan 114-sonli maktab o'quvchilari, Toshkent Davlat agrar universiteti talabalari hamda Bojxona institutining qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti tinglovchilari tashrif buyurishdi. Mehmonlar dastlab Milliy kinologiya markazining kinologiya tarixi muzeyida bo'lishdi. Maxsus jihozlangan o'quv xonalari va kutubxona bilan tanishishdi. Ayniqsa xizmat itlarini tayyorlash uchun moslashtirilgan aeroportning bagaj qabul qilish imitasion xonasi o'quvchilarda alohida qiziqish uyg'otdi. Shuningdek, markazda 2 yil muqaddam yangidan va zamonaviy tarzda ishga tushirilgan veterinariya klinikasi bilan tanishuv ham qiziqarli kechdi. Yaqinda bu yerda itlar va mushuklar uchun o'ziga xos mehmonxona Pet House ishga tushirildi. Bu olis safarga ketayotganda uydagi it va mushuklarni parvarishlash uchun ishonchli maskanni izlayotgan yurtdoshlarimizga juda qo'l kelmoqda. Milliy kinologiya markazi xodimlari bizga o'z faoliyatini tanishtirishdi, veterinariya bo'limi ko'rsatishdi, xizmatlarning pitomnikini va bizning talabalarimiz juda shuni ko'rib xursand bo'lib intilishyapti sohasi bo'yicha. Ayniqsa veterinariya xizmati bo'yicha juda taassurotlar kuchli bo'ldi. Tadbirning kulminatsion nuqtasi kinologlar va xizmat itlarining ko'rgazmali chiqishlari bo'ldi. Unda xizmat itlarining yashirilgan giyohvandlik vositalarini izlab topish, shartli jinoyatchini qo'lga olish jarayonidagi mahorati namoyish qilindi. So'ngra bolajonlar turli xil zotdagi xizmat itlarini yaqindan tomosha qilib, maroqli vaqt o'tkazishdi. Bugun biz Milliy kinologiya markaziga keldik. Bu yerda biz itlarning chiqishlarini ko'rdik. Hattoki itlar odamdan sodiqligini ham bildik. Ular balandga va mashinalarning ustiga sakrab, keyin saltolar ochishda ko'rdik. Doktor shifokorlarning oldiga borib, itlarni qanaqa boqish, qanaqa operatsiya qilish, oyoq singa qanaqa rentgen qilishlarini bilib oldik. Kelajakda men bojxonachi bo'lmoqchiman.